Do'stlar, hammaga salom. Demak, ushbu videoda Gramir platformasida chatbotlar yasashni ko'rib chiqamiz. Demak, tayyor bo'lsangiz, biza boshladik. Buning uchun birinchi bo'lib gramir.uz saytiga kirishimiz kerak bo'ladi va bu yerdan biza ro'yxatdan o'tish tugmasini bosamiz. Keyin biza bu yerdan ro'yxatga o'tishimiz kerak. Ismimiz, familiya va telefon raqamimizni kiritamiz va shuningdek o'zimizga parol o'rnatishimiz kerak. Davom etish tugmasini bosamiz va bizani telefon raqamimizga tasdiqlash kodi yuboriladi. Keyin biza tasdiqlash kodini kiritib, akkauntimizni tasdiqlashimiz kerak bo'ladi. Xo'p, menga kod keldi va akkauntimiz yaratildi. Endi biza o'zimizni o'sha organizatsiyamizni, ya'ni tashkilotimizni platformada ochib olishimiz kerak bo'ladi. Masalan, deylik, Gramir va yakunlash tugmasini bosamiz. Ro'yxatdan o'tganimizdan so'ng bizada chap tomonda quyidagicha menyular va asosiy sahifa ochiladi. Bu yerdan biza birinchi avtomatizatsiyaga o'tishimiz kerak bo'ladi va bizada ko'rishingiz mumkin, bizada hozircha hech qanaqa avtomatizatsiya yo'q. Avtomatizatsiyani, ya'ni chatbotni yaratishimiz uchun albatta bizga akkaunt kerak. Shuning uchun bundan oldin akkauntimizni platformaga ulab olamiz. Buning uchun pastda mening akkauntim degan joyga kirib, shu yerdan akkauntlar joyiga o'tib, birinchi o'zimizni Instagram akkauntimizni tizimga ulashimiz kerak bo'ladi. Instagram bilan davom etish tugmasini bosamiz va bizani Instagramga yo'naltiradi. Shu yerdan biza Instagram sahifamizga ruxsat beramiz. Shu bilan keyin Gramirga bizani akkauntimiz ulanadi. Ruxsat berish tugmasini bosaman va bizani Gramirga qayta yo'naltiradi. Biroz kutamiz. Hozir tizimga bizani profilimiz ulanyapti va mana bizani Gramir passivcha uz sahifamiz Gramir platformasiga ulandi. Endi boyagi automation bo'limiga qaytamiz va yangi automation tugmasini bosib, bu yerdan kalit so'zli chatbot shablonni tanlaymiz. Shablondan foydalanishni bosib, birinchi o'zimizni chatbotimizni yaratamiz. Unga nom beramiz. Masalan, deylik, oddiy chatbot. Va bu chatbotimiz qaysi Instagram akkauntida ishlashi kerakligini tanlaymiz va biza boyagi hozir ulagan Gramir.uz profilida ishlashini tanlab, yaratish tugmasini bosamiz. Xo'p, endi bizani avtomatizatsiyani, ya'ni chatbotni sozlash joyiga yo'naltiradi. Bu yerdan biza o'sha chatbotimizni sozlashimiz mumkin. Ko'rishingiz mumkin, chap tomonda konfiguratsiyalar mavjud va o'ng tomonda biza oldindan ko'rsak bo'ladi, qanaqa ko'rinishda kontentimiz borishini. Xo'p, demak boshladik. Birinchi akkaunt tanlash. Buni уже biza tanlab oldik. Keyingisi bu obunani tekshirish, ya'ni chatbotda, ya'ni kimdir kontentdan foydalanmoqchi bo'lib, ключевой so'z qoldiradigan bo'lsa, buni olish uchun biza obuna qo'yib qo'yishimiz mumkin. Ya'ni bizani profilga obuna bo'lgandan keyingina bu kontentni olishi mumkin. Demak, bizga hozir bu kerak. Buni yoqib qo'yamiz va davom etamiz. Keyingi bo'lim bu trigger. Ya'ni chatbotimiz qaysi holatda va qayerda ishlashi kerak. Bizalar masalan deylik, faqat kalit so'z, xohlagan so'z yozsa emas, bizani o'zimizni qanaqadir kalit so'zimizni yozib qoldirsa, bizani mana shu chatbotimiz ishga tushadi. Masalan, eng oddiy va eng ko'p tarqalgan plus belgisi. Kimdir postlarimiz ostiga yoki direktga plus qoldiradigan bo'lsa, biza o'sha kontentni tashlab beramiz. Xo'p, keyingisi bu qayerda ishga tushishi. Ya'ni o'sha plus qoldirilgan payti qayerda ishlasin? Masalan, shaxsiy xabarlar, ya'ni direktda ishlasinmi yoki qaysidir post ostida ishlasinmi? Biza buni mana shu yerdan sozlab olishimiz mumkin. Xo'p, bizaga deylik, ikkalasi ham ishlaversin, farqi yo'q. Reels'larda faqat qaysi postda ishlasin, buni tanlaymiz hozir. Yoki любой post tanlasak ham bo'ladi. Masalan, eng oxirgi postimizda o'sha avtoronka, ya'ni chatbot ishlaydi. Ya'ni kimdir faqat mana shu postga va bizani shaxsiy xabar direktga plus qoldiradigan bo'lsa, mana shu avtomatizatsiya ishga tushadi. Va buni tanlab davom etamiz. Keyingisi bu eng muhimi, ya'ni xabar sozlamalari. Ya'ni kontent qanaqa ko'rinishda bo'lsin va qanaqa ko'rinishda borsin. Masalan, endi kimdir bizaga hozir plus qoldiradigan bo'lsa, buni shaxsiy listchasiga ko'rishinglar mumkin. Assalomu alaykum. Kontentni olish uchun pastdagi tugmani bosing shaklida borarkan. Bu bizaga ma'qul. Buni o'zgartirmay qo'yaveramiz va tugmada ham mayli olish degan tugma turaversin. Bu o'sha tizim tomonidan oldindan
taklif qilinayotgan kontent strukturasi. Buni agar sizda boshqacha holatda bo'ladigan bo'lsa, bemalol o'zgartirib olishingiz mumkin. Xo'p, buni o'zgartirmaymiz. Keyingisi, agar foydalanuvchi olish degan tugmani bosgandan so'ng u bizani Instagram profilimizga obuna bo'lmagan bo'lsa, biza yuborishimiz mumkin quyidagi kontentni. Masalan, iltimos, kontentni olish uchun sahifamga obuna bo'ling va keyin pastdagi tugmani bosing va bo'ldi. Keyin o'sha tugma shaklida obuna bo'ldim tugmasi yozib qo'yiladi va agar foydalanuvchi obuna bo'lgan bo'lsa, uje zo'r, mana siz so'ragan kontent deb o'sha nimani yuborishimiz mumkin. Masalan, deylik, tugma qo'shib qo'yamiz. Kimdir o'sha obuna bo'lgandan so'ng biza tashqi havolaga yoki o'zimizni saytimiz yoki Telegramga yo'naltirib qo'yishimiz mumkin. Masalan, deylik, YouTube'ga yo'naltiramiz hozir. Videoni ko'rish. Kimdir obuna bo'ladi. Obuna bo'lgandan so'ng unga videoni ko'rish havolasi, ya'ni tugmasi yuboriladi. Masalan, любой bir YouTube videoni qo'yamiz bizani Grammy sahifamizdagi. Hozir ozgina topib olamiz. Masalan, mana shu videoga biza havola qoldiramiz. Va bo'ldi. Endi bu qanaqa ishlaydi? Odamlar bizani postimizga yoki direktimizga plus belgisini yuboradi. Bizani chatbotimiz "Assalomu alaykum, kontentni olish uchun pastdagi tugmani bosing" deb olish tugmasini yuboradi. Keyin foydalanuvchi olish tugmasini bosgan payti tekshiradi. Agar obuna bo'lgan bo'lsa, o'tiraveradi-da. Mana bu zo'r, mana siz so'ragan kontent deb videoni yuborib qo'yadi. Odamlar bosgan payti через YouTube'ga o'tadi. Agar obuna bo'lmasdan bosgan bo'lsa, iltimos kanalimizga obuna bo'ling, ya'ni sahifamga obuna bo'ling, keyin tugmani bosing deb chiqaradi. Xo'p, endi bu qism bizada tayyor. Keyingi qolgan narsalar bu qo'shimcha sozlamalar. Buni ham ko'rib chiqamiz. Birinchisi, izohga avtomatik javob. Ya'ni kimdir kommentariyada plus qoldirgan payti unga avtomatik tarzda o'sha replay public shaklda yuboriladi. Sizga shaxsiydan yozdik. Ya'ni o'sha plus qoldiriladi, uni lishkasiga ommaviy kommentariyaga sizga shaxsiydan yozdik deb xabar keladi. Keyingisi bu havolani ochishni eslatish. Ya'ni o'sha "Assalomu alaykum, kontentni olish uchun pastdagi tugmani bosing" so'zi yuborildi, foydalanuvchi bosmadi. Shunaqa holatda bunga 10 daqiqadan so'ng biza yozib qo'ygan eslatma matni keladi. Ko'rinishidan masalan yozamiz. Havolani ko'rinishidan tugmani bosmaganga o'xshaysiz. Qanday muammo? Masalan, biza yana qayta engagement qilishimiz mumkin foydalanuvchiga. Va keyingi oxirgisi bu javoblar o'rtasidagi kechikish. Ya'ni kimdir plus qoldirsa, masalan, 5 soniyadan so'ng unga avtomatik tarzda yuboriladi. Bu hozir bizga kerak emas, shuncha o'chirib qo'yaveramiz. Keyin hammasi tayyor. Saqlash tugmasini bosamiz va ishga tushirish tugmasini bosib, bizani chatbotni ishga tushiramiz. Endingi masala, biza hozir chatbotimizni test qilib ko'rishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, men hozir 1 daqiqa. Xo'p, men hozir yangi Instagram profilga o'tdim, ya'ni Gramir tester akkauntdaman. Hozir Gramir.uz biza boya sozlagan Instagram profilimizga o'sha testlar qanaqa ishlashini ko'ramiz. Bitta sahifani refresh qilaman va mana shu postga, chunki biza bu yerda avtomatsiz sozladik, o'shanga plus belgisini qoldiraman va biroz kutaman. Plus yuborildi va endi shaxsiy xabarlarni ochib turadigan bo'lsam, xabarlarga o'tib qaraydigan bo'lsak, shu bizga mana keldi. Assalomu alaykum, kontentni olish uchun pastdagi tugmani bosing. Xo'p, hozir bu veb-sayt bo'lgani uchun bu yerda tugma ko'rinmayapti, lekin uje ishlayapti. Buni telefonda sinab ko'riladigan bo'lsa, albatta pastda tugmacha keladi. O'sha flow bo'yicha biza mana bu joyda sozlagan ko'rsatmalarimiz bo'yicha bu ishlaydi. Agarda keyinchalik ishlatmaydigan yoki pauza qilmoqchi bo'lsangiz, yana ichga kirib, buni to'xtatib qo'yishingiz mumkin. Bilan bu bizani Gramir Automation'ga atalgan videomiz tugadi. Agarda savollaringiz bo'lsa, bemalol kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. E'tiborlar uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.